Assalomu alaykum. Ekologiya bu faqat tabiat haqidagi gap emas. Bu davlat siyosati, iqtisod va jamiyat madaniyati haqidagi gap ham. Chunki daraxt ekish oson, qiyini uni saqlab qolish. Elektromobil sotib olish oson, qiyini uni quvvatlaydigan, ya'ni o'sha zaryadlash infratuzilmasini to'g'ri rejalashtirish qiyin. Bugungi dasturda aynan shu ikki masala haqida gaplashamiz. Mavzu ikkita, lekin ularni bog'lab turgan masala bitta: ekologiya. Birinchi mavzu yashil makon. Mamlakat bo'ylab har yili millionlab ko'chatlar ekilayotgani haqida rasmiy hisobotlar eshitamiz. Belkurak va o'sha ko'chatlarni ushlab kamera qarshisida tirjayayotgan mulozimlar, tabassumlar, fotosuratlarni ko'ramiz. Ammo savol bor, o'sha millionlab ko'chatlarni qanchasi haqiqatdan ham o'sib daraxtga aylanyapti? Ikkinchi mavzu bu elektromobillar. So'nggi yillarda Toshkent ko'chalarida elektromobillar soni keskin ko'paydi. Bu ekologik toza transport. Dunyo shu yo'lga o'tayotgan bir paytda O'zbekiston ham ortda qolmayapti. Lekin shu bilan birga boshqa paradoks ham paydo bo'ldi. Elektromobillar uchun kerak bo'lgan zaryadlash stansiyalari ayrim joylarda tekshiruvchilar nishonida, ba'zi stansiyalar elektr ta'minotidan uzib qo'yilyapti va hatto poytaxtda zaryadlash stansiyalari buzib tashlanayotgani haqida xabarlar bor. Bir tomonda ekologiya haqidagi balandparvoz shiorlar, ikkinchi tomonda esa amaldagi muammolar. Bu ikki hikoya bir-biriga o'xshamaydigan ko'rinadi. Ammo ularning ildizi boya aytganimizdek bitta: ekologiya siyosati qanday amalga oshirilyapti? Nega ba'zi hollarda millionlab ko'chatlar ekilib keyin qarovsiz qoladi? Nega tashlandiq yerni boqqa aylantirgan odam jarimaga tortiladi? Va nega ekologik transport infratuzilmasi muammoga aylanyapti? Bugun shu savollarga javob izlaymiz. O'zbekiston menimcha prezidentning qaror va farmonlari eng ko'p buziladigan mamlakatlardan biri bo'lsa kerak. Bunga misollar juda ko'p. Shulardan biri Yashil makon umummilliy loyihasi. 2022-yil 2-noyabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev videoselektor yig'ilishi o'tkazib, mamlakatda Yashil makon umummilliy loyihasini amalga oshirish vazifasini qo'ygan edi. Unga ko'ra har yili 200 million daraxt ko'chatlari ekilishi belgilangan. Shundan keyin tegishli qaror va farmonlar qabul qilindi. Maqsad ham aniq edi: mamlakatni bog'lar va daraxtlar bilan o'ralgan, ekologik jihatdan